Assalomu alaykum, Master Tom YouTube kuzatuvchilari. Ayni damda biz Andijon Baliqchidamiz. Ortimizda turgan mo'jazgina obyektni bizni eng tajribali masterlarimizdan bittasi Abduqahhor aka bitqizganlar. Aka, yaxshimisiz? Qancha bo'ldi bu yer bitganiga? 4 kun bo'ldi. Boshqa obyektlardan farqli o'laroq aynan bu obyektimiz maxsus ishlab chiqarilgan master tunkasidan foydalanilgan. Master model boshqa, master tunka umuman boshqa. Ilova o'rnida aytib o'tib ketamiz. Obyekt egalari, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hop. Ustalarimiz ishiga nima deysiz aka? Sizlar ishiga 100 baho beramiz, zo'r. 100. Gap endi bir qanaqadir bir kamchiligi ham bordir. Bir aytib qo'ying. To'g'risi kamchilik bo'lmadi, vobshe zo'r bo'ldi. Siz ko'rmadingiz, oddiy mijoz sifatida. Mamnun mijozimiz. Aka, ishoning, O'zbekistonda yagona bo'ldi. Obyektingiz hozircha yagona bo'ldi. Sababi Master Tom uchun aynan bu tunkamiz, bu modelimiz buyurtma asosida ishlab chiqarilgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, mana shu tunkamiz va modelimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Ichkariga kiramiz aka. Ketdik. Kuzatuvchilar, obyektimizni ichki tomondan ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir hashamatli, ajoyib chiqqan. 1 2 3 4 5 6 ta arkamiz bo'lgan. Yaxshilab e'tibor bersanglar, aka, ikkita xo'jalik bu yer. Ikkita aka-ukaga solingan. Zo'r. Master Tomni o'zi tarixiga nazar soladigan bo'lsak, aka, bunaqa obyektlarni biz juda ham ko'p qurganmiz. Shaxsan Abduqahhor aka o'zlari ham. O'zingiz qo'lingizda bir 5-6 ta bo'lgan, ha? Xuddi shunaqa holat. O'shalardan bittasi ko'rishingiz mumkin. Uy ham ajoyib chiqqan. Aka, bu loyiha bilan qilingan bu uy? Loyiha proyekt bilan qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. Nuqtasiga qo'yilibdi. Tom ham o'zgacha ko'rinish olgan. Aka, bu tomni ichiga chiqamizmi? Chiqaramiz. Tunkalar ham kuzatuvchilar o'zi kutib turibdi-da. Tunkani sinki va отдельный yozuvlari haqida, strapillari, nechilik yog'och ishlatilgan, qanaqa abrishotka ishlatilgan, qanaqa brus ishlatilgan bitta ko'rsatamiz. Ketdik aka. Kuzatuvchilar, tomni ichki ko'rinishi haqiqatda tomosha qilib maza qiladigan tom bo'lgan. Abduqahhor aka gapirsin, ustini o'zi gapirsin. Bafurja batafsil ma'lumot bering aka. Bu tomimizdan ikkita uchastkani bitta qilingani uchun budjetni yig'ib turib tera ishlatganmiz. Tera qilingan. Oralari ham. Orasi yaqin qilganmiz, endi arzon qoplayveradi mustahkam bo'lishi uchun. Xo'p, aka qarang, sasna qilsa ham bo'ladi. Teradan foydalanganimiz asosiy sababi budjet tomonlama. Endi kuzatuvchilarda savol tug'ilishi mumkin. Sasna emas, teradan foydalansa, sifati kamayib ketmaydimi degan. Yo'q, chunki buni orasi yaqin qo'yganmiz. Mana 1,5 metr ham chiqmaydi. Ko'taraveradi bemalol. Moshni. Endi bizni ob-havoda deyarli 7 yil 8 yildan beri yaxshi qor yog'mayapti-da. Rosa borsa 5 sent, 3 sent, nari borsa 10 sent yog'adi, lekin bilib bo'lmaydi. Misol 5-10 yilda, misol uchun 10 sent, 15 sentdan qor yog'ishi mumkin. Shuni hisobga olib, qanaqa ishlar amalga oshirilgan bu obyektda? Shuni hisobiga shu ustunni yaqinlashtirganmiz, orasi yaqin bo'lib ko'taraveradi bemalol. Zo'r. Strapillari nechiga nechi bo'lgan? Keling. Strapillarimiz 14 ga 3,5 bo'lgan, chista quruq taxta bo'lgan, toza taxta. Mayda bitta ishlatganmiz, toza taxtasini. Abrishotkachi. U 9 ga 2lik. 9 ga 2lik. Bu ham mayda bitoq ishlatganmiz. Ilojini boricha bizda katta bitoq yo'q, mana ko'rib turibsiz, hammasi mayda bitoq. Zo'r. Tepadagi ham yon tomonda. Bir xil 14 ga 3,5 ning strapil. Qo'li nechi chiqqan aka? Qo'li 70 chiqqan. 70 chiqqan. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Endi kulminatsion nuqtasi, videoni kulminatsion nuqtasi desak ham bo'laveradi aka. Tunkasi endi bekatdim, O'zbekistonda bitta bo'lgan yagona master model, master tunka. Hurmatli kuzatuvchilar, aynan mana shu yerga e'tibor qaratishingni so'rardim. Sababi aynan bu obyektga ishlatilgan tunkamiz O'zbekistonda yagona hisoblanadi va Master Tom mutaxassislari tomonidan maxsus buyurtma asosida ishlab chiqarilgan tunka. Yozuvlari bor. Boshqa tunkalardan qanaqa ajratib olaman desangiz, yozuvlari bor. Har 1 metr 10 santimetrda Master Tom qalinligi va maxsus nomi bor. Boshqa tunkalardan farqli o'laroq buni sinki ham, kraska qalinligi ham, asl ichidagi tunkani qalinligi ham qalin bo'ladi. Xo'p aka, tunkalar haqida ma'lumotni berdik. Endi ba'zi bir joyda bor-ku, Rossiya Magnitogorskiy bor, tamaza tunkasi bor. Yon ko'rinishini Magnitogorskiy, ustki qismini tamaza qilishlari mumkin. Aynan bu obyektga qanaqa uslubda yopilgan? Bu yerga hammasi o'sha zakaznoy bo'ldi.
Master, hammasiga Master tunkadan foydalandi. E'tibor bersanglar, ustki qismi Profnaster, yon ko'rinishi Master model, Eurokarnizdan foydalangan. 100% Master tunkadan foydalangan. Hammasi. Eurokarniz aksessuarlarga ham, slivlarga ham, do'galariga ham, soylariga ham, hammasi. Hamma narsaga. Gap bo'lishi mumkin emas. Uy qursa shunaqa qurgan yaxshi-da. Ko'pchilik aytishi mumkin, men arzonroq usta istayman deydi-yu, lekin bir narsani bilib qo'yinglar aka. Arzon beillat, qimmat behislat bo'lmaydi. Har qanday joyda kafolat bilan ayta olamizki, arzon ish qimmat hisoblanadi. Arzon ishni bir marta qildirasiz, bo'lmagandan keyin buzib turib boshqatdan qildirasiz. Sifatli ishni boshida qimmat ko'rinishi mumkin, lekin arzonga bitadi. Qo'pol qilib aytganda, qarichga emas, qulochga qo'ngan bo'lasiz, sifatsiz ish qildirsangiz. Xo'p, aka, arkalar haqida ma'lumot beraylik. Profili 5-3lik bo'lgan. Bir 7likdan bo'lgan chenisi. Qalin, qimillamaydi. Zo'r. Abrishotka taxtalar bilan chiqilgan, qarang-da aka, mana shunaqa arkani qildirasiz va misol uchun mana shu yerda ham 7 ta 8 ta arkan sanadimda. Bitta arkani qilishda o'rtacha qancha vaqt sarflanadi? 1 soatda bo'ladi. Bittasi 1 soatda bo'ladi. 1 soatda bo'ladi. 7 soat. Qariyb 1 kunni ajratiladi. Ikkita bola bir kunda fonliq bo'ladi. Fonliq bo'ladi. Mana shu arkan tayyorlashda nimalarga e'tiborni qattiqroq qaratish kerak? Endi buni razmerlari, hozir mana ana tunkafon bo'lguncha ham mana o'ralari cho'g'lay turish uchun bir xilligini olib kelish kerak, ko'chadan ko'rinishga. Endi mana odamni bo'yiga biz 240 ga 120 lik qildiramiz. Mana ko'rib turibsiz, bu mansarda qilganlarda ham odam kelsa bemalol masalan deraza bo'lsa ko'rinadigan sharoitda bo'ladi. Ana shu balandroq qilamiz ilojini boricha. Tushunarli. Xo'p, pastki uzunligi necha hozir? 240. 240, balandligichi? 120. 120. Endi profili o'zi necha metr ketadi? 4 metr ketadi mana shu bizkiga, bittasiga. Endi buni tagida ozgina zapyasi bo'lib kesib tashladi o'zi endi egilishini hisobiga. 4 metrlik anaqa profildan chiqadi. Hurmatli kuzatuvchilar, eng e'tiborli qaratadigan bitta jihat bor. Tozalikni ko'rib turibsizlar. Albatta, mana shu joyga quvonamiz. Mastertomdagi jamiki tajribali masterlar hammasi ish tugagandan keyin mana shunaqa ozada qilib tozalab qo'yishadi. Aka, o'z hisobda necha kun ishlandi bu obyektda? 9 kun ishlandi. 9 kun ishlandi va 9 kun ish yakunlangandan keyin aka qancha vaqt ketdi? Bizda bolalar ko'p ishlaydi, 1,5 soatda. Sizga 1,5 soatda? 1,5 soatda bo'ladi. Boshqa ustalarimiz bilan gapirganimizda 2 soat, 3 soat vaqt ketdi deyishadi. Bularda 1,5 soat. Sababi? Men shogirdlarim ko'proq, endi bilmadim, 7-8 ta ishlaydi. Bir pasdagi baqirning uchun basalab tashlaydi. Bor bo'linglar deymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, videolarni ko'rdinglar. Agarda sizlarda ham tom yopish borasida qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarga yozib qoldiringlar va har hafta tom borasida go'shli ma'lumotlarni muntazam ravishda berib boramiz. Mana shunday qiziqarli va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifaga obuna bo'lish esdan chiqmasin.